Mana hozirgi paytda juda balg'amli yo'tallar ko'payib ketdi. Nima tavsiya berasiz deb juda ko'p yozishyapti. Bu to'g'rida juda maslahatlar ko'p berganman. Hozir yana bir maslahatni beraman. Ota-bobolarimiz qanday tuzalishgan balg'amli yo'taldan? Mana eskilar bir eslab ko'ringlar. Qizil piyoz. O'sha piyozni bittasini oling. Maydalab to'g'rab 500 grammlik qaynab turgan kastrulkadagi suvga soling. 10 minut, 15 minut past olovda qaynatib suzib oling. 1 osh qoshiq zaytun yog'i, 1 choy qoshiq soda solib, yaxshilab aralashtirib kechasiga ichib yoting. 3-4 kun shu holatda foydalaning. Balg'amli, iztirobli yo'taldan albatta xalos bo'lasiz. Agar sizga yana qo'shimcha kompleksli muolaja kerak bo'lsa, bizda mana bu antivirusin mahsulotimiz bor. Direktdan murojaat qilsangiz, albatta biz sizga yana qo'shimcha ma'lumotlar beramiz.